alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun 12-may 2025-yil. Xurmolarimizni ulayapmiz. Bu o'tgan yil ekib bergandik. Gulli o'zimiz ramashka xurmo edi. Bog'bon akamiz hali qizil xurmodan, super karaloydan ulab beringlar deb iltimos qildi. Xurmo bog'imiz bu yon boshida mana o'tgan yil ekilgan giloslarimiz. Bu o'zimizning местный valavoy, bir qatori bahor. Mana giloslar holati 100% ko'kargan. Endi buni chaynatishiga o'zimiz местный valavoy bo'lgani uchun biz skina degan sortdan bergandik. Endi tajribalarimiz davomida ko'ryapmiz. Bu skina sorti yaxshi chaynatmas ekan. O'shanga mana biz bu yilgi sariq gilos berdik. Mana bahorda ekilgan. O'zimizning местный diagonal желтый degan. Chaynatishga mana shu 1,5 gektarga 30-40 ta berdik. Taxminan. Oldi mana giloslar gullab mevaga yotib qolgan. Inshaalloh bu yil nishona beradi. Kaltaga pishgan shoxlari. Salomat bo'linglar.